Hurmatli prezident, mamlakatimizda kasaba uyushmalari ishini xalqqa yaqinlashtirish va biz ommaviy axborot vositalariga berilayotgan e'tiboringiz uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli prezident, mana shu ma'ruzingizni men eshitib turdim. Qaysi mavzu bo'lmasin, albatta shu inson qadri tagida yotibdi. Mana bugun inson shu darajada ulug'lanyaptiki, vazirlar suhdan ilgari suhni bir chekka tuman, anklav hudud derdi. Albatta sizni olib borayotgan yangi O'zbekiston asosiy g'oyangiz shu bo'lgan inson qadri uchun. Biz inson qadrini aksini Suxda ko'rdik. Chunki siz Sux tumaniga Sux Rishton yo'lini ochib berdingiz, Suxga aeroport qurib berdingiz. Suxning masofa osmonida bugun samolyot uchmoqda, odamlar viloyat markaziga samolyotda bormoqda. Eng asosiysi oldingi maktab va maktabgacha ta'lim holatlarini tasvirga olishga imkoniyat yo'q edi. Markaziy shifoxona bor edi, nomiga edi. So'nggi 8 yilda inqilobiy Suxda sizning rahbarligingizda o'zgarish bo'ldi. Sizni respublikamizda olib borayotgan islohotingiz, kasaba uyushmasi federatsiya tomonidan 30 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga markazga bolalar sog'lomlashtirish oromgohi qurib berdi. Albatta bunda nafaqat bugun Suxlik bolajonlar Toshkentdan, Buxoro, Xorazmdan, hatto Qirg'izistondan kelib bolalar dam olyapti. Bugun shu oromgoh orqali do'stlik, ahillik, yakdillik urug'i qadalmoqda. Eng asosiysi bugun Suxliklarning tilida bir so'z mujassam. Shu faqat shukronalik. Faqat menga doim aytadi, "Sen jurnalistsan" deydi. Shu davlat rahbariga bizni minnatdorchiligimizni qanday qilib yetkazasan? Endi biz mana doimo telekanallarda yoritib boryapmiz. Topshirig'izga asosan Suxlik nuroniylar uchun maxsus sanatoriya qurish ish boshladi. Suxda turizm salohiyati jadal rivojlanmoqda. Suxga men o'zim samolyotda bordi, ko'zimdan yosh chiqdi, Fransiyadan keldi. O'sha sizning mehnatingiz, yoshlarga berayotgan e'tiboringizni ko'rib qancha xursandchilikni, qanday to'g'ridan to'g'ri kabinetga tashlab beradigan imkoniyat bo'lsa, va shuni aytib beradi. Bolajonlar 8-9-sinf bolajonlar bizga tarjima qilib berib turdi. Suxliklarga bergan kvotangiz tufayli bugun Suxda kadr muammosi qolmadi. Chunki oliy ta'limga kirish 5% dan 50% ga chiqdi. Bog'chaga jalb qilishi 0 desak ham xato bo'lsa, chunki oldingi holat bog'chalardagi havo, uni ovqatni pishiradigan joylar bugun 2 qavatli bir 8 ta bog'cha qurildi-ki, albatta buni tasvirga olib endi doimo biz yoritib boryapmiz. Hurmatli prezident, eng asosiy sizning mehringiz, muhabbatingiz ob hayot tomchilaridek Suxliklarning qalbiga kirib borgan. Bitta niyatim bor, siz xalqimiz, biz Suxliklarning baxtiga doim sog'-omon bo'ling. Agar Qirg'iziston orqali viloyat markaziga ish yuzasidan borganimda bir odat bo'lib qolgan, to'xtab Nuronni oqsoqollar bilan bir suhbat qiraman. Albatta ular doim aytadi, Shavkat Miromonovich oradagi qora devorlarni olib tashlaydi. Ular shular rost bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, уважаемый президент. Меня зовут